Assalomu alaykum. Yangi darsimizga xush kelibsiz. Bu darsimizda qanday qilib kitoblarga berilgan ishtirak kodlarni chiqarishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun menyular bandidan inventar raqamlar menyusini tanlaymiz va bizga kerakli bo'lgan maydonlarni to'ldiramiz. Deylik, bizga 1200 dan 1231 gacha bo'lgan kitoblar kerak. Umumiy hamma shu ishtirak kodlarni chiqarishimiz uchun biz bo'limlar bilan fil yoki boshqarmani tanlangga o'tkazib qo'yamiz, qidirishni bosamiz. Agar sizda bu ikkalasi yo'q bo'lsa, shunchaki dangacha degan maydonga raqamlarni yozgan holatda qidirib topishingiz mumkin. Bu holatda ikki xil chop qilish bor. Birinchisi bu PDF ko'rinishda saqlab olish. Bu quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Buni siz o'zingizni kompyuteringizga saqlab olib, svetnoy rangli printerdan chiqarib olishingiz yoki boshqa maqsadlarda pechat qilib printerlarda ishlatishingiz mumkin. Keyingisi maxsus printerlar, ya'ni termoprinter, ribbon printerlar uchun mo'ljallangan printerlar uchun ham chiqarishingiz mumkin. Mana shu holatda chiqarishingiz mumkin. Bu kopiya degan joyga ikkita kopiya kerak. Shularni tanlagan holatda kerakli qismlarini pechatda bossangiz chop qilib beradi. Xuddi shu holatda ishtirak kodlarni chop qilish mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.